2025-yilning trenddagi shirinligini birgalikda tayyorlaymiz. Idishga 3 ta tuxum, yarim choy qoshiq soda, yarim choy qoshiq tuzni solib venchikda aralashtirib olamiz. Oliy sifatli oltindon unlaridan solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir qoramiz. Xamirni yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Bu orada siropini tayyorlaymiz. 200 mg suvga 300 g shakarni qaynatib olamiz. Siropni tayyorligini muzday suvda tekshirib olamiz. Ozgina solamiz. Muzday suvda agar aralashib ketmasa, demak tayyor bo'ladi. 200 g asalni solib aralashtirib olamiz. Bu orada xamirimizni yoyib kesib olamiz. Xuddi manpari xamiridek mayda qilib kesib chiqamiz. Dumaloq forma berish uchun ozgina qo'limiz bilan dumalatib olamiz. Pastroq olovda kam-kamdan chakchaklarimizni pishib olamiz. Idealniy chakchak shunaqa qo'limiz bilan bosganda maydalanib ketishi kerak. Siropimizni kam-kamdan solib aralashtiramiz. Xohlagan shakldagi qolipga ozgina yog' surib olib, chakchaklarimizni solib ustidan yaxshilab bosamiz. Xohishga ko'ra shokoladni eritib, ustiga is tushirib olamiz va qandon pistalarni sepamiz. Kelayotgan hayitinglar muborak bo'lsin.